Men sizga ko'rsatib qo'yam. Like. O'zingni bos. Bo'ladi. O'zingni bos, Dilnoz, bo'ldi. Nimaga Shahlo Ahmedovaga like bosdingiz? Ha, bosishli ekan, bosdim like'ni. Chiroyli rasm qo'ygan ekan. Meni tanimaydi ham xotin. Boshqa ko'rmay like bosganingizni. Dadasi keling bitta o'yin o'ynaymiz. Siz meni xarakterimni o'xshatib berasiz. Men sizni xarakteringizni o'xshatib beraman. Davay. Shaqir qilmay yuva, mosa o'tiramay yuvin. Men bitta chekib kelmasam asabim dosh bermaydi. Mung'il urma, ko'zing bo'laymi o'lgur. Ayasi? Dadasi. Ha, dadasi nima ovqat qilay? Lamon qil. Voy, hozir xamir qil, cho'z, ancha vaqt oladi. Boshqa ovqat ayting. Osh qil. Voy, osh hozir sabzi to'rg'a uqil, dimla, vaqt oladi. Boshqa ovqat ayting. Sho'rva ilib qo'ying. Voy, sho'rva hozir qaynat, uni kut, undan ko'ra tuxum pishirib beraman, bo'pti. Nimaga so'rayman? O'zimni biladigan ovqatimni qilar ekanman-ku. Siypalanmasdan tezlash. Kech qolamiz. Nimani o'zi eshitilyapti? Yo, to'g'risi hamda shunaqasilarda tan olinglar. Yashamayli ekanda. Telefonni bitta ko'ra. Faqat Telegram, Instagram, WhatsApp galeriyaga kirmaysiz. Nimaga kerak? Nastroykaga kerakmi? Yo bo'lmasa budilnikka kirib budilnik qo'yib beraymi? Nima bo'la? Menga ishonmaysiz, rus tilida bir gap bor. Nikto не движим. Demadingiz, yo bo'lmasa mushukka o'xshab demadingiz. Ma'nosi hech narsa abadiy emas. Alvido. Va, onasini emsi pagodaga qarab ish qiladimi? Gapiga qornim og'rib qoldi. Men jicha siqilib kelay. Yomg'irlar. Hamdam uchodi-yu, nima men ucholmayapman? Yo'qar demay. Bo'ldi, siqilavermang. Dadam siz bilan gaplashar ekanlar, yuring. Mana da sizga aytgan yigitim. Qizim baxtli qilish uchun nimangiz bor? Maytda holim bor, keyin kontrayim bor, keyin bir ikkita banklardan qarzim bor, kredit olganman. Shu turishingda qizim baxtli qilmoqchimisan? Necha yoshsan o'zi? 20 yosh. 20 yoshli Abduqodir Husanovning geriki bor. Oyiga 40 million dollar topadi. O'zingiz necha yoshsiz? 40 yoshmi? 40 yoshli Ronaldo ham Saudiyada yaxshi pul topyapti. Qilmang-da, eshitdingiz, sizga bitta gap. Otam aytgan, suvday bo'l degan. Piyalaga tushsang, piyaladay bo'l degan. Choynakka tushsang, choynakday bo'l degan. Uyingizga tushsam, uyingizday bo'laman. Latta kirisa. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bova. Ona aytib qo'y 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatordagi meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampayadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bova. Ole. Makkam jo'ra. Nima deysan? Indirjit, futbolni qayerda ko'ramiz? Qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmiz seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni, o'yinini ko'rasanmi? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'limga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'izacharga uqalanmasdan Sariqbola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kirib to'yadigan 1, 2, 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar. Ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol bu mahalladagilarga aytdim, kishi boshiga pul yig'aylik. Mejikda oldi turib, o'ppen budjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yaq ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda. Siypalanmasdan tez-tez yurish. Voy, shu dadang bilan bir joyga borib bo'lmaydi. Ming'illamay o'la. Damalish qalay bo'lyapti? Pichir qilishmas, sabimga o'ynab, pichir qilma. Dada ayamga ramiz kelsin. Olsin, semirib ketganini qara. Tezlash. Avtogonliga menga jang beringlar, erim bilan jang qilishni xohlayman. Nima deyapsan? Ro'zada qiynadingizda. Tezlash yur.
O'zbekiston bog'iga 21-22-23 kunlari ham olib kelaman. Katta konsert dasturlari bo'ladi, Navro'z bayramlari bo'ladi. Mayda shou konsert dasturlari bo'ladi. Katta qozonlarda 3 kun sumalaklar qaynaydi. Piknik qiladigan joylari ham o'ta mo'tadilar ekan, ha? Azor aka. Men qara, yosh ayollarni, yosh qizlarni ko'rsang, dada emas, aka degan, o'ppi. Nima deyapti? Agar aytib beradigan bo'lsang, bilasan qayga admin bo'lishingni? O'g'il bola yangi O'zbekistondachi 70 millik, 130 millik, 150 millik vaucherlar bor ekan. Siz qaysidan foydalandingiz? Sizni pulingizdan foydalandim. Necha pul foydalandingiz? 500 ming? Dada unaqa rozasiz. Og'zim ochib olay. Aha. O'rtoq ikkita qarmoq oldim, baliq qilib yuboringmizmi? Og'ayni, qanaqa baliq, pul tashiylik, boraylik, baliq olaylik, pishirib yeylik, qiynalmaylik. Bo'ldi, o'zing qiynama, bo'ldi. Qiynalib ketding-ku. G'arbga sayohat. Ali! Baliq tutgani boringlik. Qalmoq yasaymizmi? Nari qarab tur, ishtonim kelib olay. Ado, Xonsaroy bahor loyihasida yangi uy olaylik. Hamma o'tgan ekanda. Yo bo'lmasa ham bitta divon olaylik, yerda yotib ezilib ketdi, yo'qda. O'g'lim bechara. Ambulatoriyaga admin bo'lgisi keladi-da. Rozamanda. Ochib olay. Admin emas, direktor qilaman, o'g'lim. Ada, 100 ming berib turing. Nevarasi tegini qo'llab qo'yapti-da, pampers yetkazib bo'lmayapti. Bo'ldi, yechib tashlar uni. U ham nafas olsin. Kim atrasepti deb nafas olsin. Qo'shni bola ko'p suv o'ynamas deb qo'yasan. Yashamaylikanda. Kimi kamerasi zo'r? Mana meniki zo'r, mana. Ya seniki. Mana meniki zo'r. Yo seniki ham tiniq olar ekan, ha? Mana meniki vaqiya. Vashshi. Vuy. Ko'ryapsanlar, maqtanib yuribsanlar-da kameram bilan. Qo'rqitordi dada. Bu Shahlo Ahmedovaning qo'shiqlari shunaqa hitmi deyman-da. Klip chiqsa yotib olishadi, bu yoshlar. Men mahallani aylanib kelay. Gapiramiz, lekin afsuslikni qilmaymiz. Afsuslikni qilmasa bo'lmaydimi, Allohsizlarni iqliminglar o'zgarib ketibdi-yu. Ano testosteron bilan qonuniy ajrashdinglarmi deyman-da. Hozir ambulatoriyaga admin qilib, yo'qol ko'zingni olaymi o'lgurlar. Yaxshi ham ikkinchi jahon urushida qatnashganlar senlar ko'rmadi. Otishtaja, hayvonlar! Otalari Amir Tarag'ay, onalari Takina Xotun. Voy, malades, kitob o'qiydigan yoshlar ham bor ekan-a. Bilasizmi, rais buva? Amir Temur Xitoyga yurish boshlayotgan paytida vafot etgan ekan. Ya, otangizga rahmat. Borib aytib qo'yasiz-a? Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'qing. Xo'p. Ko'z tegmasin, mahallamiz juda chiroyli. Bir ikkita darmetlar hisobga olmaganda. Jiddiy yotib dam olay. Rais bova, mash sassiq ko'rpaning tagidan turdani, hazra harakatga kelin. Ichish-pichish, chakish-pakish, g'iybat yig'ishtiring, qizlarni yig'ishtiring, oraq-paraq yig'ishtiring. Ertadan boshlab o'zingizga mahkam bo'lib tirnirabgani bosing. Shu mahalladan deport beringlar, men chiqib ketay. Yashamaylik ekanda.